kraskada rang bo'lgan. Sochlari ichlari jingili ishgan soch. Ismi jingalak. Shunaqa tabiiy jingalaydi sochlarim. Ha. Endi bularni sochiga nima qilmoqchisiz? Keratin botkis. Keratin botoks qilamizmi? Ha. Xo'p. Mana qizlar, nanoplastika qildik. 3 etapda sirazi yuvib, quritib berdik. Sochlarini postli holatda rosa ham chiroyli chiqdi. Bular eski klientim, bularning sochini ikkinchi marta tekisladik, rosa chiroyli chiqdi. O'zim ishimni maqtab qo'ydik. Hozir yana bitta.